Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan qanday qilib xalqaro darajadagi top o'qituvchi bo'lish mumkin? Qanday qilib o'quvchilarni faqat yodlashga emas, fikrlashga o'rgatish mumkin? Shular haqida batafsil gaplashamiz. Men Doniyor Nasirdinov, 15 yillik tajribaga ega bo'lgan murabbiy va Kolba maktabi, Kolba o'quv markazlarining asoschisiman. Agar siz kimyo yoki biologiya fanlarini yaxshi ko'rsangiz, o'qituvchi bo'lishni xohlasangiz, balki allaqachon dars berishni boshlagansiz va qanday qilib xalqaro darajadagi top mutaxassis bo'lishni bilmaysiz, yoxud ayni paytda 50-100 lagan o'quvchilaringiz bor, repetitorsiz, qanday qilib ularni muvaffaqiyatga erishtirib yoki o'zingizni o'sish nuqtalaringiz bilmaganligingiz sababli qanday qilib hozirgi holatimga nisbatan 4-5 karra oldinga o'tib ketsam bo'ladi degan savollar sizni qiynayotgan bo'lsa, siz to'g'ri joydasiz. Bundan tashqari, Murabbiy akademiyasi qanday qilib 4-6 oy davomida top darajadagi mutaxassislarni yetishtirib chiqarayotgan va bitiruvchilarning hammasini to'liq ish bilan ta'minlayotgani haqida ham gapirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Ehtimol bu sizni hayotingizdagi eng muhim qarorlardan biri bo'lishi mumkin. Bilasiz, bizda ko'p filialli maktablarimiz va o'quv markazlarimiz bor va bizda kuchli mutaxassislar dars berishadi. Shu paytgacha biz mutaxassislarni, o'qituvchilarni o'zimiz yetishtirib chiqarar edik. Lekin vaqt o'tib, kengayganimiz sari tashqaridan mutaxassislarni jalb qila boshladik. Bizga suhbatga kelgan o'qituvchilarni 10 tadan 9 tasi, ya'ni 90% atrofidagi o'qituvchilar talablarimizga javob bermasdi. Amallab o'tgan bitta o'qituvchini ham biz darsga qo'yib yuborish uchun ko'p sondagi treninglar, adaptatsiya jarayonlari va o'qitishimizga to'g'ri kelardi. Tushunganingiz kabi, jamiyatimizda top mutaxassislar soni juda ham cheklangan. Ya'ni, statistik ma'lumotlarga qaraganda, kuchli o'qituvchilar jamiyatimiz bor yo'g'i 4-5% ni tashkil qiladi. Qolgan 95% o'qituvchilar esa boshlang'ich yoki o'rta darajadagi o'qituvchilar hisoblanishadi. Endi shu o'rinda bir muammo ko'zga tashlanadi. Hozirgi kunda xususiy maktablar, xususiy o'quv markazlari va universitetlar tobora kengayib bormoqda. Bu albatta quvonarli holat. Lekin sifatchi, ularda kim dars beradi? Kuchli mutaxassislar soni cheklangan, ular yetishmaydi. Demak, ta'limda xususiy sektor ulushining oshishi har doim ham ta'lim sifatini oshib borayotganini anglatmaydi. Aynan mana shu muammoni yechish uchun biz 10 ga yaqin kuchli ekspertlar jamoasini bir joyga yig'dik va O'zbekistonda ilk bor top darajadagi xalqaro o'qituvchilarni yetishtirib chiqaradigan Murabbiy akademiyasiga asos soldik. Ya'ni hamma kuchli mutaxassislarni terim olish bilan shug'ullanayotgan bir paytda biz ko'pchilikning e'tiboridan chetda qolayotgan boshlang'ich va o'rta darajadagi mutaxassislarni olib, ularni o'qitamiz va xalqaro darajadagi top mutaxassisga aylantiramiz. Ularning barchasini turli xususiy sektorlarda to'liq ish bilan ta'minlashni niyat qilganmiz. Buning uchun dunyo tajribasini o'rgandik, ko'plab tadqiqotlar o'tkazdik va o'ziga xos maxsus o'quv dasturini ishlab chiqdik. Keling, sizga Murabbiy akademiyasini o'quv dasturini tanishtirib o'taman. Siz shu orqali qanday qilib top darajadagi xalqaro o'qituvchi bo'lish mumkinligi haqida bilib olasiz. Yaxshi o'qituvchi bo'lish uchun yoki yaxshi ustoz bo'lish uchun ko'p bilim va ko'nikmalar kerak bo'ladi. Buning uchun turli xil treninglarda yoki kurslarda o'qishingiz kerak. Masalan, notiqlik uchun alohida kursda, pedagogika uchun alohida kursda yoki kompyuter soatxonligi uchun umuman boshqa kursda o'qishingizga to'g'ri keladi. Shu sababli ham biz bularni barchasini bitta kursda jamladik va har bir modul uchun maxsus ekspertlarni jalb qildik. Murabbiy akademiyasi kursida bor yo'g'i 4 yoki 6 oy davomida o'qisangiz, ishonib aytamanki, 8 yillik yoki 10 yillik tajribam bor deb maqtanadigan aksariyat o'qituvchilarga nisbatan sifatliroq, natijaviyroq dars o'tishni boshlaysiz. O'sha 8 yoki 10 yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarning o'zlari kelib Murabbiy akademiyasida o'qisalar, hozirgi holatlariga nisbatan ancha oldinga o'zib ketadilar. Xo'sh, buning siri nimada? Keling, sodda qilib tushuntirib beraman. Men shu vaqtgacha ko'p sondagi o'qituvchilarni intervyu qilganman, ya'ni ular bilan suhbatlashganman. Ular aytishardiki, 5 yillik, 10 yillik tajribam bor deyishardi va shuningdek, fanga oid bilimlari ham juda ham yaxshi edi. Lekin ular pedagog bo'la turib, shu paytgacha bir dona ham pedagogikaga taalluqli bo'lgan kitoblar o'qimagan yoki kurslarda qatnashmagan. Ba'zilari istihola qilib o'qiganman dedi, lekin kitob nomini so'rasangiz yoki muallifini so'rasangiz bilishmasdim. Endi bundan bilasizki qanchalik o'qiganligi. O'zingiz bilasiz, yaxshi o'qituvchi bo'lish faqat bilimga bog'liq emas. Masalan, kimyo fanidan A+ sertifikatini qo'lga kiritgan o'qituvchi eng yaxshi o'qituvchi degani emas. Yoki IELTSdan 9 ballni qo'lga kiritgan o'qituvchi bu eng zo'r o'qituvchi ekanligini bildirmaydi. Buni o'zingiz yaxshi tushunasiz. Ya'ni o'qituvchi yaxshi bo'lishi uchun unga yana qanaqa ko'nikma kerak? To'g'ri, siz tushunib turganingizdek, o'qituvchiga o'quvchiga yaxshi yetkazib bera olish qobiliyati kerak.
Endi o'qituvchi bu qobiliyatni, bu ko'nikmani qayerda shakllantiradi? Kitob o'qimasa, hech qanday kurslarga bormasa. Albatta, sinfxonada tajriba orqali shakllantiradi. Tajriba qilarkan, o'quvchilar qurbon bo'laveradi. Masalan, bir o'qituvchi darsga kiradi, tajribasi yo'qligi sababli allaqanday metodlarni ishlatishni boshlaydi. Agar bu metodlardan qaysidir biri ishlagandek tuyulsa, xuddi shu metodni keyingi yil ham ishlatib ko'radi. Agar bu metod ishlamasa, boshqa yangi metod qidiradi. Shunaqa qilib 8-10 yil davomida turli xil muvaffaqiyatli tajribalar to'planadi va o'qituvchi o'zini tajribali mutaxassisman deb hisoblashni boshlaydi. Lekin bilmaydiki, bu to'plagan tajribalari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi. Nega? Chunki bu tajribalarini asl manbadan tekshirib olmagan. Ya'ni asl manba xalqaro pedagogik normalarga mos tushadimi, tushmaydimi? Asl manbada qanday yozilgan bilmaydi. Chunki kitob o'qimagan, hech qanday kurslarda ishtirok etmagan. Asl muammo, fojia ham aynan mana shu yerda. Ba'zilar aytishi mumkin, men hech qanaqa pedagogik kitoblarni o'qimasam ham, o'zimni yondashuvim bilan o'quvchilarim har yili 90-95% o'qishga kiradi deb. Lekin savol, o'quvchilaringizni hech kuzatib ko'rganmisiz? Birinchi muvaffaqiyatga erishgan kunidan boshlab o'zi o'qiyotgan, yaxshi ko'rib o'qigan fanini yuziga qaragisi kelmaydi. Kitobini, daftarini ochgisi kelmaydi. Hattoki o'zi o'qigan fandan nafratlanadi. Xo'sh, nega bunday bo'ldi? Chunki biz ta'lim berish jarayonida pedagogik me'yorlarni buzganmiz. Axir maqsadimiz unaqa emas edi-ku. Biz o'quvchilarimizni faqat birinchi natijaga erishgan kuniga qadar yetib kelishini kutmagandik. Ya'ni ular o'rgangan bilimlarini kelajakda hayotda qo'llashi yoki o'sha bilimlari kelajakda foydavor bo'lib universitetda katta muvaffaqiyatlarga erishishni reja qilgandik. Yana bir keys aytib beraman. O'quvchilaringiz o'qishga kirishdi va universitetga kirib darslarni boshlagandan so'ng oldingizga kelib nima deb shikoyat qiladi? Yaxshilab o'ylab ko'ring-chi. Men ko'p kuzatganman. O'quvchilar keladi va aytadiki, men falon universitetda tahsil olyapman. Bizda dars juda ham yomon bo'lyapti. O'qituvchilar yaxshi dars o'tmayapti deb shikoyat qiladi. Muammo, biz ularga mustaqil dars qilishni, hech kim dars o'tmasa ham o'zi nimadirlarni o'qib o'zlashtirish mumkin ekanligini isbotlab ularga o'rgatib bermadik. Ya'ni pedagogik me'yorlarni buzganmiz. Xullas, yuqoridagi barcha muammolarni hisobga olgan holatda biz Murabbiy akademiyasi kursining birinchi modulini xalqaro darajadagi pedagogikaning me'yorlarini, haqiqiy asl negizi, mohiyatini va konsepsiyasini tushuntirishni reja qilganmiz. Ya'ni ilm nima, ta'lim qanday jarayon, o'rgatish va o'rganish jarayonlari qanday amalga oshadi, bularning biologik va psixologik asoslari o'zi qanday, shular haqida batafsil gaplashamiz. Bundan tashqari biz kursimiz davomida dars jarayonini loyihalash, tashkillashtirish, ya'ni aynan sayensga taalluqli bo'lgan, kimyo, biologiyaga mos tushadigan xalqaro darajadagi frameworklarni o'rgatamiz. Masalan, 5Y modeli yoki Bloom taksonomiyasi yoki shunga o'xshagan modellarni ko'rib chiqamiz. Bir necha darsdan iborat birinchi modulimizni tugatganingizda siz pedagogik me'yorlarni tushungan bo'lasiz. Endi ularni siz ikkinchi modulimizga kelib, o'zingizni faningizga, kimyo yoki biologiyaga moslashtirishni boshlaysiz. Bunda ekspertlarimiz sizga aynan o'sha pedagogik me'yorlarga moslashtirib, fanning eng murakkab mavzularini o'tib berishadi. Siz ularni o'zlashtirib, o'zingiz, guruhdoshlaringizga va ekspertlarimizga dars sifatida qayta o'tib berasiz. Natijada malakangiz oshadi, kimyo yoki biologiyaga taalluqli bo'lgan bilimlaringiz yana-yana rivojlanib, xalqaro pedagogik me'yorlarga moslashib borasiz. Ularning samarasi o'laroq siz ikkinchi modul yakunida faningizga taalluqli bo'lgan istalgan mavzu dars rejasini, ssenariysini professional tuzib bera oladigan darajaga chiqib olasiz. Bu modulda siz yana bir og'riqli nuqtaga yechim topasiz. Ya'ni ko'pchilik o'qituvchilar o'quvchi o'qishga kirsin deb ularga faqat yodlatadi. Fikrlatmaydi, hayotga bog'lamaydi, laboratoriyani aytmasa ham bo'laveradi. Shu sababli bu modulda ekspertlarimiz har bir fanni qanday qilib hayotga bog'lanadi, o'quvchini fikrlash doirasi qanday qilib ochiladi va hokazo shular haqida to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Bundan tashqari, kimyo va biologiyaning yuragi hisoblangan laboratoriya mashg'ulotlarini o'rgatishadi. Ko'pchilik o'qituvchilar maktabimizda sharoit yo'q deb laboratoriya mashg'ulotlarini mutlaqo to'xtatib qo'yishgan. Ekspertlarimiz esa hattoki uy sharoitida qanday qilib o'sha mavzuga taalluqli bo'lgan laboratoriya ishlarini amalga oshirish mumkinligini tushuntirib berishadi. Yuqoridagi modullarimizga parallel ravishda bir qancha modullarimizda darslar olib boriladi. Siz birinchi, ikkinchi modulda pedagogikani o'rgandingiz, uni o'zingiz darsingizga moslashtirdingiz. Endi siz dars ssenariysini professional tarzda tuzishni boshladingiz. Lekin endi ularga material tayyorlash kerak. Tarqatma materiallar, taqdimotlar bo'lishi mumkin. Ularni tayyorlash uchun sizda endi
kompyuter savodxonligi bo'lishi kerak. Shu sababli ham biz 3-modulni to'liq kompyuter savodxonligiga bag'ishlaganmiz. Bugungi kunda Word yoki PowerPointni shunchaki chala bilish kifoya qilmaydi. Ekspertlarimiz sizga Word, PowerPoint, Excel, Google Docs, Google Sheet yoki Google Slides kabi boshqa dasturlarni ham sizga kerak bo'ladigan eng muhim qismlarni o'rgatib berishadi. Natijada siz darsga tayyorlanishga ko'p vaqt sarflamay qo'yasiz. Taqdimot qilasizmi, tarqatma material bo'ladimi, endi ular sizni ko'p vaqtingizni olmaydi. Bundan tashqari siz Excel yoki Google Sheets'ni yaxshi o'rganganligingiz sababli o'quvchilaringiz baholarini bemalol monitoring qila olasiz. Kimni o'zlashtirish tushib ketib qoldi, kim yaxshi o'zlashtiryapti, ularni baholab, ularga chora ko'ra olasiz yoki ular bilan qayta qo'shimcha ishlash imkoniyatingiz tug'iladi. Va eng muhimi, bugungi kunning dolzarb quroli hisoblangan sun'iy intellektni o'rgatamiz. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, sun'iy intellektni ishlata olyapman, yaxshi tushunaman deb. Lekin prompt nima? Aynan o'qituvchilar uchun maxsus sun'iy intellektlar bor, ular qanday ishlatiladi, ular qanday sun'iy intellektlar, agentlar qanday, bularni o'rgansangiz, dars jarayoningiz ham, darsga tayyorlanishingiz ham, o'zingizni fikrlashingiz, dunyoqarashingiz ham o'sha bir xil darajada oshib boradi. Xullas 3-modulimizda shularni o'rgatamiz. Endi siz pedagogik normalarni bildingiz, ularni fanningizga moslashtirdingiz, bemalol materiallar, taqdimotlar tayyorlay olyapsiz. Lekin endi siz o'quvchilarni yaxshi bilimini baholashingiz uchun imtihonlarni to'g'ri tashkil qilishingiz kerak va uyga vazifalarni to'g'ri berishingiz kerak. Shu sababli ham biz 4-modulimizga sizda testologiyani o'rgatamiz. Ya'ni ko'pchilik o'qituvchilar juda ham ko'p sondagi testlarni yechganligi uchun testologiyani yaxshi bilaman, testni yaxshi tushunaman deb o'ylashadi. Lekin testlarni maqsadli tuzish uchun testologiyani alohida fan sifatida, modul sifatida o'qish kerak. Chunki testlarning turlari juda ham ko'p. Ochiq testlar, yopiq testlar, ko'p javobli testlar, bitta javobli testlar, to'g'ri, xatoli testlar, Venn diagrammasidagi testlar va hokazo. Ularning turlari juda ham ko'p bo'lib, ularning har biri ma'lum maqsadlar uchun o'ylab topilgan. Shu sababli ham siz bitta mavzuni o'tdingiz, bu mavzuni o'quvchi tushundi yoki tushunmadi aniqlash uchun ma'lum darajadagi, ma'lum toifadagi testni tuzishingiz kerak bo'ladi. Alohida maxsus ekspertlarimiz testologiya bo'yicha alohida modulda sizga professional darslarni o'tib berishadi. 5-modulimizda darsni sifatli olib borishni ta'minlaydigan eng muhim omil notiqlikni o'rgatamiz. Bu modulni alohida ekspertimiz olib boradilar. Bu modulda siz darsda hayajonlanmaslikni, o'quvchilarni jalb qilishni, monoton gapirmaslik uchun darsda ovoz tempini oshirishni, tushirishni, shuningdek fikrlarni to'g'ri va to'liq yetkazishni o'rganasiz. Unutmang, yaxshi notiq bo'lmagan odam hech qachon eng zo'r top darajadagi o'qituvchi bo'la olmaydi. 6-modulimizda biz bola psixologiyasi va pedagogik psixologiyani o'rgatamiz. Bu modul juda ham muhim modul hisoblanadi. Nega? Chunki siz darsda yaxshi o'tishingiz mumkin, pedagogikangiz yaxshi, testlaringiz, materiallaringiz hammasi yaxshi. Lekin bu modulni yaxshi o'zlashtirmasangiz, o'quvchilar bilan ishlashda yaxshigina muammolarga duch kelasiz. Nimaga? Masalan, ba'zi o'quvchilar bo'ladi, o'zlashtirishda juda ham orqada qolib ketadi. Ularning psixologiyasini bilgan odam sifatida ular bilan qayta ishlaysiz, ularning motivatsiyasini oshirasiz yoki sinfda qandaydir nizolar chiqib qolsa yoki favqulodda qobiliyatli o'quvchilar bilan qanday ishlaysiz, bularning hammasini ushbu modulda bilib olasiz. Ya'ni bu modul orqali siz o'quvchilarni ko'ra oladigan, ichki dunyosiga qaray oladigan o'qituvchiga aylanasiz. Kursimiz yuqorida sanab o'tilgan 6 ta modulni o'z ichiga oladi, lekin kursda qatnashayotgan ishtirokchilarning qobiliyatiga, salohiyatiga qarab yana bir qancha modullar qo'shilishi mumkin, ularning rivojlanishini hisobga olgan holatda. Kursimiz yakunida sizga Murabbiy akademiyasining rasmiy sertifikati taqdim qilinadi. Shuningdek, muvaffaqiyatli bitiruvchilarimizning barchasini turli xususiy sektorlarda yuqori maoshli ishlarga kirishiga yordam beramiz. Ishga kirganingizdan so'ng o'z holingizga tashlab qo'ymaymiz. Siz top darajadagi mutaxassis bo'lguningizga qadar sizni qo'llab-quvvatlaymiz, maslahatlar berib turamiz va shuningdek bonus sifatida Kolba maktabining 15 yillik tajribasi asosida qurilgan materiallarini, kitoblarini, video darsliklarini bepulga sizga taqdim qilamiz. Yuqorida sizga Murabbiy akademiyasi kursining barcha modullarini batafsil tanishtirib o'tdim. Bu modullarni biz amalga oshirish uchun ko'plab ekspertlar jamoasini tashkil qilganmiz. Asl qiymati 48 million so'mlik bo'lgan ushbu o'quv dasturimizni hozir siz bor yo'g'i 400 ming so'mlik oylik to'lov evaziga olishingiz mumkin. Bu loyiha o'qituvchilarni rivojlantirish va jamiyatimizda kuchli mutaxassislarni ko'paytirish uchun tashkil qilingan bo'lib, bu loyihadan hech qanday moddiy foyda ko'zda tutilmagan. Akademiyamizning ilk qabuli Kolba loyihasi tomonidan moliyalashtiriladi.
Birinchi qaldirg'ochlarimiz bu qiymati baland bo'lgan o'quv dasturimizni kichik to'lov evaziga olishlari mumkin bo'ladi. Agar o'z ustingizda ishlashga tayyor bo'lsangiz, o'quvchilarni dars jarayonidagi har bir daqiqa vaqti ularning haqqi ekanligini tushunib, shunchaki o'qituvchi emas, top darajadagi mutaxassis bo'lishga tayyor bo'lsangiz, hoziroq video ostida havola qoldirganmiz. Havola orqali o'tib, so'rovnomani to'ldiring. Murabbiy akademiyasidagi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.